Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Ko'pchilikning talablariga binoan mana biz bugun Kileri qulupnay poliyasiga keldik. Shu qulupnaylarimizni obzor qilamiz. Katta poliyamiz. Kelyonkaga olingan. Terim jarayoni ketyapti. Xo'sh, bizning manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qimoq mahallasi. Mana kivi yashikchalarga taxlayapti. Kattaliklari ham juda ham katta. Yo'qladi ham taxlab yotibdi mana. Shahzodjon baqa o'ting qayin o'z. Assalomu alaykum. Mana bu o'zimizning ukamiz bu Shahzodjon sherga mana Kileri navidan ekkan. O'zi o'zidan eshitamiz qolgan. Assalomu alaykum. Xudoxo'r aka, yaxshi ko'rsak. Bu 80 so'tlik poliyamizga 80 so'tlik poliyamizga Kileri va Aziya ko'chatlarini ekkanmiz. Ikkita navimiz bor. Oldin yo'riga Jaydarov ko'chat ekandik. Viktoriya Toshkent. Kilerimiz juda ham afzalliklari bizlarga ma'qul tushdi. Yirikligida va serhosilligida hosildorligi juda ham yuqori ekan, bizlarga yoqqan tarafi. Xudo xohlasa yaxshi chiqadi qulupnaylarimiz ko'ryapsiz ko'zingiz bilan. Bugun mana 20-aprel 2026-yil. Bugun kundagi narx-navolar qanday bo'ladi? Joyidan 45 ming so'mdan berib olyapmiz. O'zlari olib ketyapti. O'zlari olib ketyapti. Bizlar faqat terib beryapti. Bozorga borish yo'q. Yo'q, joyidan. Qulupnay pishdi, o'zi egalari kelaveradi. Shunday. Odam aramaydi. Klientlar mana kelyapti. Kuniga terim bor xudo xolasa. Bu Kilerimizni afzallik taraflari juda ham yaxshi ekanki, aka, kuzda ham ekkan yilingiz, kuzda ham hosil olar ekansiz. Kuzda ham hosil berar ekan. Mana shu avgust oyi ekilgan, avgust oyi ekilganmiz va oktyabr oyiga hosil berishni boshlagan bizlar. 2025-yil avgust oyi ekkanmiz, o'sha yil ham hosil olganmiz. Kuzda hosil olganmiz. Bu necha pul xarajat bo'ldi endi mana shuncha joyga? Hozir aka bu 80 so'tlik joyga где-то bir 70-80 million so'm xarajat qilganmiz. Ko'chati, kelyonka, hasharchi, haydash, dori, o'g'it ha? Tamom ichida nazoratga olib, falaklarni takini, elementlar yetishmasa, gidroelementlarni berib, dorilarni berib, vaqt soatida Pastiyan ishlab turish kerak-da, ichida yurish kerak, ko'rib yurish kerak. O'zidan o'zi bo'lib qoladigan narsamiz. Ekdi, o'zi hosil beradi, faqat teraman degan narsa yo'q. Mehnat qilish kerak. Bir kishini ham ish emas. Shunday. Hasharchilar bilan bo'lyapti. Mana bu yerda terim jarayoni ketyapti, hasharchilarimiz ham bor. Kileri navini ko'rsating degan yurtdoshlarimiz uchun mana Kileri navi. Mana oftobda turibdi, mana hech narsaga yo'q. Bu joyda qulupnay ozroq oftobda tursa, qorayib qoladi, yaltirab turibdi. Mazasi ham juda ham chiroyli, shirin. Endi hozir yeb ko'rmadi deyishlaringiz mumkin, men o'zi bir to'y olib keyin syomka qilyapman. Ya boya gapirmay yotuvding. Ama zo'r tayyorlandi deyapman-da. Mana akalar olib ketyapti. Lagancha, kivi yashik. Ana shunday qilib, mana shu gul ko'rinmas. Taklif bagi bor? Ana shunday qilib taxlasangiz, gulni ko'rinsa ham juda ham. Gul deb qo'yadi. Ha, nima? Olaykan odam bilgandek taxlab olaversin, dehqon. Bozor talabiga qarab ish qilaman. Shu joyimiz. Voy. Bularga
Olishlar. Ha, katta dehqon bu. Xaridorlar. Mana akalar taxlab yopdi. Kleri navimiz shu aziz yurtdoshlar. Qo'ldan kelgancha syomka qilyapmiz endi. Kami kisti bo'lsa uzr so'raymiz.